Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Elektrический velosipedda birinchi kuzurini minaman obunachilarimiz uchun masla elektrический velosipedimizni olib kelib qo'yganmiz. Brinki italyanskiy model velosipedimiz. Shu velosipedimiz 60 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Shu velosipedimiz haqida qisqacha ma'lumot bersam, shu velosipedimizning razmerlari 28 hamda 26 razmerlari bor. Motorlari Bafang. Juda ham sifatli, juda ham mustahkam velosipedlardan bittasi. Diskalar dur alyumin 2 qavatli, spitsalar nержавейка. Tormozlar diskli tormoz. Skor soni 7 ta. Akkumulyatorda ham indikatori bor, datchik. Akkumulyator holati haqida ma'lumot berib turadi, zaryad qancha qolganligi haqida. Gazoviy richagi hamda o'zining tablosi bor. Bemalol boshqarsalaring bo'ladi. Tezligini oshirsalaring bo'ladi, svetlarni yoqsalaring bo'ladi hamda akkumulyatorda qancha zaryad qolganlarini ko'rsatib turadi. Ramalar to'liq dur alyumin.